22 yoshimgacha dunyoning 6 ta universitetida to'liq grant asosida o'qish baxtiga muyassar bo'ldim desam ishonasizmi? Bugun o'sha ko'pchilik qiziqib so'ragan qanday qilib buncha ko'p davlatga borgansiz degan savolga javob bermoqchiman. Ismim Muxlisa, 22 yoshdaman. 2025-yilda Toshkent davlat yuridik universitetini tamomladim. Bakalavr davomida akademik va universitet ijtimoiy hayotda faol bo'lib, ikkita Yevropa universitetida grant asosida almashinuv dasturi g'olibi bo'ldim va 3-kursligimda Polshaning Gdansk universitetida, 4-kursligimda esa Germaniyaning Saarland universitetida o'qishimni davom ettirdim. O'qish, turar joy, viza, barcha xarajatlar Yevropa ittifoqi tomonidan qoplangan edi. O'qishni tamomlagunimcha ham magistraturada o'qish uchun ko'plab chet el grantlarini izlay boshladim va Erasmus Mundus dasturi haqida eshitib qoldim. Hozirda mana shu dastur orqali Barselonaning Pompeu Fabra universitetida magistraturamni boshladim. Erasmus Mundus Yevropa ittifoqi tomonidan tashkil etilgan to'liq grant dasturi bo'lib, o'qish, yashash, transport va viza xarajatlarini qoplaydi. Eng qiziq tomoni, siz bitta magistratura davomida dunyoning bir nechta mamlakatlarida tahsil olasiz. Men hozir birinchi semestrimni Barselonada o'qiyapman, ikkinchi va uchinchi semestrlarda Niderlandiya va Amerikaning Arizona universitetida o'qishim kutilmoqda. Agar siz ham xorijiy universitetlarda to'liq grant asosida o'qishga qiziqsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Oldinda sizni qiziqarli ma'lumotlar kutmoqda.